Assalomu alaykum, hurmatli aziz O'zbekiston ahli. Men bu Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan Toshkent shahridagi Monada Omon klinikasiga davolanish uchun yana tashrif buyurdim. Sababi men mana shu klinikada 4 yildan beri davolanib kelmoqdaman. Birinchi bor kelganimda bu juda ham og'ir holatda kelgan edim. Hattoki yura olmas ham edim. Birinchi kelganimda 4 ta joyimdagi rejam bor ekan. O'sha bel nimamda eng kattasi 4,5, 3, 2,5, 1. Ana shu rejamni kichkina bo'lsa-da, lekin meni o'sha nerv tomirimni qisib qolganligi uchun ham oyog'imga yura olmay qolgan edim. Mana shu girjalarning hozir kichirib ikkitasi qoldi. 3 va 2. Mana shu 3 yil mobaynida mana shu darajagacha erishdik. Men hozir hech qanday qiynalmasdan, hattoki 4-etajlarga ham bemalol tushib chiqadigan darajadaman. Xullas, o'sha kunlarda kelganimda juda ayanchli ahvolda edim. Hattoki yashagim ham kelmas edi. Mana shu klinikada davolanib, men oyoqlarim yana o'z faoliyatini davom ettira boshladi. Yurib ketdim. Hattoki shu ish jarayonimda o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Maktabga ham o'zimning ish jarayonimni amalga xuddi sog'lom odamlardek ish jarayonini olib bormoqdaman. Xullas, mana shu klinikada menga o'xshagan bel girjasi borlar, oyoqlari tortishib qolganlar, og'ir ahvolda yotganlar, tushkunlikka tushib, o'zini hayotda nima desam ekan, juda ham bezib qolgan agar shunday bemorlar bo'lsa, mana shu klinikaga kelib davolandingizlar. Mana men sizlarga ishonch bilan aytamanki, bu klinikada sizlarning dardlaringizga darmon bo'ladigan klinikadir. Men har doim mana shu vrachlarimizni aytganini bajarib, mana shu darajagacha erishdim. Hayotga qaytdim. Yana o'sha jamoamga qaytdim. Xullas, meni qalbimda hech qanday bir tushkunlik yo'q. Hozir sog'lom insonlardek fikrlayman, ulardek yashayapman. Buning uchun Allohga shukrlar aytaman. Marhamat, agarda mana shunday og'ir ahvolda bo'lib, qiynalib yotgan bo'lsangiz, mana shu klinikaga kelib bemalol davolanishlaringiz mumkin. Men bunga 100% nima kafil o'taman desam ham bo'ladi. Bu haqiqatan ham mana shunday bemorlarga shifo bo'ladigan klinika hisoblanadi.